Bachadon polip asoratlari. Polipni asoratlaridan oldin polip qayerdan hosil bo'lganligi haqida men sizga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bachadon ichi poliplari, bachadon bo'yni poliplari doimiy ravishda har doim gormonal o'zgarishga bog'liq holatda o'sib chiqishi mumkin. Tuxumdondan ishlab chiqarilayotgan estrogen va progesteron gormonlarining disbalansi natijasida bachadon ichida va bachadon bo'ynida poliplar hosil bo'lishi mumkin. Poliplar har doim predrakoviy kasallik hisoblanadi. Bachadon bo'yni poliplari, bachadon ichi poliplari paydo bo'lgan vaqtda polipning asosiy asorati bu onkologiyaga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari hayz sikli buzilishlari, yana hayz oralig'ida qon ketishlar, hayzda ko'p qon ketishlarga olib kelishi mumkin va eng asosiysi bepushtlikka, ya'ni homiladorlikdan saqlashga olib keladi. Bachadon ichidagi poliplar bor bo'lgan vaqtda UZIda aniqlanganda bemor shikoyatsiz aniqlanishi mumkin yoki shikoyati bilan kelgan vaqtda ham aniqlanish ehtimollari bor. Bachadon bo'ynida, bachadon ichida aniqlangan poliplarni har doim eng yaxshi tekshiruv usuli bu gistroskopik usulda tekshirib olib tashlash hisoblanadi. Bachadon bo'ynida, bachadon ichida poliplar aniqlangan holatda sizga eng qulay tavsiyam ginekolog vrachga murojaat qilishingiz va kerakli tavsiyani olishingiz kerak.